Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hurmatli birodarlar, mana shu ikkoviga nima deysizlar? Nechi qo'yasizlar ikkoviga? Hasan Husanlarga. G'art bekorchida bular. Ana yoniga o'tibchi. Bir xil ikkovi. Ha, bunisiga nima deysizlar? Hadi ikkovi. Yana bekorchida. Nima qilishni bilmayapti. Bari bekorchilarni. Nima qiladi? Tinmay. Qoq-qoqa bordilar, juda zirik qolganmisizlar, ikkovlar aylanib. Gap-mapga ketaveringlar, ras. Bekorchilikda. Nadilar, janovarlar. Aman bo'lganlar. Mallardes, anamni qaranglar. Juda sho'xda biz ham xo'rozlar. Shunday bo'ldi. Shunday bekorchi. Aman bo'lgan. Shunaqa gaplar mana. Xalos, kecham bo'ldi mana. Katta xo'roz ham buvash bo'lib qoldi mana. Janovar. Mana bunisi vobshe bekorchi mana. Hayla zagrasa qilishini qaranglar, bitta ayolda turib beryapti. Buni dam olish. Mazza qilyapti bizga. Janovar. Qanday damda olyapsanmi? Mayli, omon bo'l. Qushliqli bo'laver. Sog' bo'linglar, birodarlar. Yaxshi yuringlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Ana hammasi kelyapti o'zi. Hali to'lishib qoldi. Omon bo'linglar, birodarlar, bugun kunlaring xayrli bo'lsin. Qolganlar ham kelsa, xudo xolasa endi